Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Avvalambor barchangizni bugungi shodiyona kun Navro'z bayrami bilan tabriklaymiz. Biz mana bir necha daqiqalardan keyin mana shu Dinov, Sarosiya, Uzun tumani mana shu hokimligi, Surxondaryo viloyat hokimiyatidan Tojikiston Respublikasida o'tkazilayotgan bayram tadbirlariga delegatsiya olib ketyapmiz. Avvalambor bugungi bayramlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bugun mana shunday ikki mamlakat, ikki mana shu chegarada istiqomat qilayotgan aholi o'rtasidagi do'stlik yildan yilga mana shu bu boryapti, mustahkam bo'lib boryapti. Bugungi mana shu deyarligidan tashrifdan kutilgan maqsadlar nimalardan iborat? Assalomu alaykum. Avvalambor bayramlar bilan tabriklaymiz. Bugun biz erta tongdan Tojikiston taraf yo'l oldik. Mana Sarosiya tuman hokimi bilan birgalikda hozir Denov tuman hokimi kelyapti, Uzun tumani. Bugun erta tongdan soat 4 dan Xatlon viloyatiga o'tib ketishgan haligi Ilhom Safarov boshchiligida o'rinbosar boshchiligida delegatsiya. Mana biz bugun Chumchuqli jarposidan 3 ta hududga Tursunzoda, Shahrinov, Hisor shaharlariga Uzun, Denov, Sarosiya tuman hokimlari delegatsiyalari boshchiligida, rahbarligida 21-mart kuni mana ular Navro'zni nishonlashyapti. Biz qo'shni davlatni Navro'z bayramlarini nishonlash uchun boryapmiz, taklif qilinganmiz. Kuni kecha ular bizga kelib ketishdi. Xatlon viloyat hokimining o'rinbosari, ushbu 3 ta tuman hokimlari shaxsan o'zlari tashrif buyurishdi. Bizni viloyatimizda bo'lgan Navro'z bayram tantanalariga ishtirok etishdi. Hurmatli ikkita davlat rahbarlariga ming rahmat aytamiz. Do'stona aloqalarimiz tobora rivojlanyapti. Kayfiyatimiz yaxshi hammamizda, a'lo darajada. Delegatsiyamiz a'zosiga mana sog'liqni saqlash tuman boshlig'i, bir qator tuman hokimining o'rinbosarlari, tadbirkorlar, Uzun davlat o'rmon xo'jaligi rahbari, bundan tashqari tadbirkorlarimiz, faollarimiz birgalikda boryapmiz. Barchani bayram bilan tabriklaymiz. Katta rahmat. Endi nafaqat mana shunday bayramlardagi bordi keldi aloqalarni, do'stlik aloqalarini mustahkamlaydi, balkim o'sha savdo sotiqni, investitsiyalarni bir-biriga mana shu bog'lanishda ham bu zamin bo'lib xizmat qiladi, to'g'rimi? Albatta, albatta. Birgina mana shu postning o'zidan Tojikiston bilan hamkorligimiz rivojlandi. Mana o'tgan yilning o'zida 1,4 dan ortiq fuqarolarimiz o'tib qaytgan. Shulardan 500 mingga yaqini turistlar hisoblanadi. Biz tomonimizdan ham Tojikistonga turistlar o'tyapti, Tojikistondan ham biz tomonga turistlar o'tyapti. Bizlar so'rovlar o'tkazamiz bu yerda kelib, turistlarni nima qiynayapti. Mana yaqinda tashrif protokoliga tushdi. Turistlar uchun yashil yo'llar yaratildi mana shu postimizda. Mana ko'rib turganingizdek, transport vositalari, mana avtokarlar tashkil qilingan. Bemalol kelib, o'sha ochiq avtomashinalarda turistlarimizga qulaylik yaratish maqsadida o'tib qaytish uchun transport vositalari ham tashkil qilingan. Yashil yo'laklar tashkil qilingan. Turistlar kutib qolmasligi uchun tezda kelib pasport rejimidan o'tib ketishlari imkoniyati yaratilgan. Oldin sal bu sohada kutib qolishlar ko'p edi, to'siqlar bor edi, o'sha to'siqlar olib tashlandi. Mana qulayliklar yaratildi. Bundan tashqari savdo aloqalarimiz ham rivojlanyapti. Mana ko'rib turganingizdek, O'zbekiston tomonidan ham, Tojikiston tomonidan ham yuk mashinalar eksport import operatsiyalari amalga oshiruvchi transport logistika korxonalari tomonidan eksport import operatsiyalari amalga oshirilyapti. Katta rahmat. Eson-omon borib kelingizlar. Hammalaringizni bugungi mana shunday Hisor qalbi butun Surxondaryo mehnatkashlarini, xalqimizni bayram bilan muborakbod aylaymiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat.